haliyam sevaman seni o'shanday. Sen juda boshqacha hoydan tushganday. Sen bilan o'tgan vaqt edi qanday. Men seni haliyam unutganim. Ya Allah, men yolg'iz qoldim. Men sendan boshqa madadkorim yo'q. Affedersen sen beni, bilmez idim dert verer derdimin dermanları, gün gelir peşman ol. Qalbing parcha parcha bo'lib ketsa ham deydilar. Qarang, qalbing parcha parcha bo'lib ketsa ham, lekin qalbni parchalaguvchi bo'lmagin degan. Mazlum bo'l, illo zolim bo'lmagin degan. Chunki hisob kitob o't. Shuning uchun Rasululloh aytganlarki, eng yaxshi duo Abdulloh ibn Mas'ud bir kuni duo qiling desa, Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina. Allohu akbar debdilar. Yana duo qiling desa, hamma duoni qilib bo'ldimku degan ekan. Shu duoning ichida hamma duo bor. Hajda ham, tavofda shuni o'qish kerak. Rasululloh ko'p o'qiganlar. Mana shu duoni bilsangiz, ichida hamma duo bor shunda. Ko'nglimizni og'ritganlar kulib yursin. Dardni yutib Alloh bilan dardlashamiz. Topganida to'kilmasin, to'lib tursin. Nasib qilsa qiyomatda gaplashamiz. Sukutimiz qo'rquv emas, iymondandir. Past bo'lsangiz, nega sizga pastlashamiz? Jimligimiz qalbingizga xush yoqqandir. Nasib qilsa qiyomatda gaplashamiz.